An'om surasining 82-oyatida Alloh aytadi: "Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin." Iymon keltirib iymoniga zulm aralashtirmaganlar ana shular mu'minlardir degan ma'noda oyat tushgandan keyin sahobalar xafa bo'lib qolishgan. Chunki biz endi bu oyat ostiga kirmas ekanmiz. Iymon keltirgandan keyin qaysi birimiz zulm qilmagan deb xafa bo'lishgan. Hammada zulm bor deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Bu sizlar o'ylagandek emas, zulmning ma'nosi. Axir Luqmonni o'g'liga qilgan nasihatini eshitmaganmisizlar? Inna shirka la zulmun azim." Shirk eng katta zulm degan-ku. Shunga binoan An'om surasidagi 82-oyatda iymon keltirib iymoniga zulm aralashtirmagan deganning ma'nosi iymon keltirib iymoniga shirk aralashtirmagan degani tafsir qilganlar. Zulmni shirk deb tafsir qilyaptilar. Mana pand nasihat birinchi o'rinda insonga aqida, e'tiqod o'rnatish bilan bo'lar ekan. Tavhidni o'rgatish bilan bo'lar ekan. Shundan boshlayaptilar. Hozirda esa ko'rasiz, ko'pincha ota-onalar farzandiga eng birinchi huquq o'zini haqqi deb tanishtiradi. Men seni dunyoga keltirdim, men seni boqib qo'ydim, katta qildim. Meni gapimdan chizgan chizig'imdan chiqmasliging kerak. Faqat men Allohning haqqi ham esiga kelmaydi. Endi yaratgan egasini tanimagan farzand yoki yaratgan egasini haqqini ado qilishni o'rganmagan farzand maxluqni, ya'ni ota-onaning haqqini ado qilishni biladimi ertaga? Shuning uchun ham birinchi o'rinda o'zini haqqidan ham avval Allohning haqqini eslatyapti Luqmon alayhisalom o'g'liga. Hozir odamlarda, davlatlardagi zulmlarni gapiriladi. Kimdir haqqini bermabdi, uyini buzib yuborishibdi, nohaq qamabdi. Lekin aksar odamlar shuni asl sababi bo'lgan aqida, e'tiqod yo'qligini gapirmaydi. Eng katta zulmni Alloh haqqiga qilinayotgan narsalarni gapirmaydi. Uni ha shunchami deydi. Eng katta zulmni Alloh haqqiga qilinayotgan narsalarni gapirmaydi. Uni ha shunchami deydi. Keyin Alloh aytadiki: "Va iz qala Luqmanu libnihi va huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim." Va eslang, Luqmon o'g'liga aytgan edi. Unga nasihat, mau'iza qilib aytar edi: "Ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirma. Albatta shirk buyuk zulmdir" degan edi. Mana shu yerdan Luqmon alayhisalomning o'g'liga qilgan nasihatlari boshlanyapti. Savol: nimaga o'g'illariga u kishi shirk keltirma deb nasihatni boshlaganlar? Aksar ulamolar aytganki, Luqmon alayhisalomning o'g'li aslida kofir bo'lgan. Xuddiki Nuh alayhisalomning o'g'li singari. Keyin u kishi mau'iza qilaverdilar o'g'illariga, hatto oxiri islomga kirgan. Shuning uchun ham birinchi bo'lib tavhiddan, Allohga shirk keltirmaslikdan unga mau'izani boshlaganlar. Endi bu ham Qur'onda, hadisda kelgan gap emas lekin. Isroiliyot, o'tgan ahli kitoblardan kelgan gap. Ehtimol bu shirk keltirma degandan shunday xulosaga kelgan bo'lishi ham mumkin. O'g'li demak mushrik bo'lgan ekanda deb. Aslida esa bu gap uni mushrik bo'lganligiga dalolat qilmaydi. Masalan aytdik, Alloh Qur'onda payg'ambarga "Ya yuhannabi ittaqillah" dedi. Ey payg'ambar, Allohdan qo'rqing. Bu degani payg'ambarimiz Allohdan qo'rqmasdi degani emas ekan-ku. Shunga o'xshash Luqmon alayhisalom o'g'liga qarab shirk keltirma deganligi demak shirk keltirgan bo'lgan ekanda degan gap taqozo qilmaydi ham aslida. Lekin endi shuni ulamolar rivoyat qilgan baribir o'g'il mushrik bo'lgan degan gapdir. Ajab emas, chunki payg'ambarlarda ham o'g'illari kofir bo'lgani bor edi. Muhimi oxir islomga kirgan. Luqmon alayhisalomning o'g'li ham. Endi shundan bilamizki, ota o'g'liga nasihat qilish uni burchi. Uni faqat yedirib qo'yib, kiyintirib qo'yish emas. Odamlar hozir farzand ko'rsa vazifasi shu deb biladi. Nima qilyapsan desa, farzandim uchun ishlab yuribman deydi. Uni kim tarbiya qiladi? O'ziga o'zi katta bo'ladi. Bir novdani agarda parvarish qilmasangiz, o'ziga o'zi katta bo'lib bu hosil bermaydi. Kesib turish kerak, chopib turish kerak. O'ziga o'zi katta bo'lmaydi hech qachon novda. Inson endi murakkab maxluq, onglik maxluq, qanday o'ziga o'zi katta bo'ladi? Albatta otaning vazifasi ana shunday mana va huwa ya'izuh deyapti. Ota o'g'liga mau'iza qilardi, ya'ni tushuntirardi, nasihat qilardi degan. Alloh shuning uchun ham Qur'onda Ibrohim alayhisalomni aytadi:
Ibrohim surasining 40-oyatida Robbi ja'alni muqimas salat va min zurriyati deb duo qilardilar. Faqat o'zlarini emas, ey Robbim meni va zurriyotimdan ham namozni qoyim qiladiganlarni chiqar. Va Furqon surasida Alloh ibodur rahmon haqida aytadi. Ular duo qilib aytadiki, Robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun. Ey Robbimiz bizga azvojlarimiz va zurriyotimizdan ko'z quvonchlari ato qilgin deydi. Bu degani faqat bunday qarasa insonni istarasini tortadigan, nigohini tortadigan istaralik farzandlar ber degani emas. Buni tafsirida o'tamiz hali. Ko'z quvonchi degani qarasak dinidan ko'zimiz quvnaydigan juft va zurriyotlar ber degani. Va Ahqof surasining 15-oyatida o'tdik. Inson yoshi 40 ga borgandan keyin aqli ishlab duo qiladi dedi Alloh. Aytdiki, "Vaslihli fi zurriyati" ey Alloh, meni zurriyotimda menga solihlardan ber deb qoladi degan. Demak, inson solihligini alomati zurriyotidan solihlar chiqishini istaydi va o'shanga harakat qiladi. Endi ota, hatto kofir bo'lsa ham, endi bu Luqmon alayhisalomdek zotlarni qo'ying. Umuman olganda hayvonlardan ham kerak bo'lsa, aksarida hech qachon farzandiga yomonlik ravo ko'rmaydi, to'g'rimi? Har qanday ota farzandiga yaxshilik ravo ko'radi. Luqmon alayhisalomni Makka mushriklari tanir edi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan gapni Alloh ularga Luqmon alayhisalomning o'g'liga qilgan nasihatidan bo'yniga qo'yapti. Ya'ni bu sizlarga kelgan payg'ambarni yomon ko'rasizlar. Nimaga? Chunki 360 ta ilohni bitta iloh qilyapti deb. Uni shirk deb masxara qilyapti. Uni shirk deb boshqa olihalarni, ya'ni ularni inkor qilyapti deb sizlar yomon ko'rasizlar bu kishini. Unda mana sizlarga o'zingizlar tanigan va o'zingizlar so'ragan bir zot Luqmondan dalil, u o'z farzandiga nasihat qilib turib shirk keltirmadigan. Bunga nima deysizlar endi? Bu xasm tomonga, ya'ni raqib tomonga o'zi tan olgan odamdan dalil keltirish uslubi deyiladi. Payg'ambar alayhisalom shirkni yo'qotaman desalar, ular aytardiki, sen rais bo'lmoqchisan Makkaga, o'zingcha yangi din olib kelib deyishardi. Ha, unda Luqmon alayhisalom o'g'liga shirkni yo'qotmoqchi bo'lganda nima qilganlar? U kishi ham rais bo'lmoqchi bo'lganlar. O'g'ilga hech qachon ota yomonlikni ravo ko'rmaydi-ku. Xuddi shuningdek bu kishi ham Rasululloh, ya'ni sizlarga yomonlikni ravo ko'rayotgani yo'q, shirkdan qaytarganda degan ma'nolar bor. Bu uslubni ko'p sohada qo'llash mumkin. Ya'ni raqibga o'zi tan olgan odamidan dalil keltirish. Masalan, siz bir odam bilan tortishyapsiz, uni shayxini gapidan o'ziga dalil keltirasiz. Chunki siznikini tan olmaydi. Yoki bir mazhabdagi inson bo'lsa mutaassib, unga shu ergashayotgan mazhabidagi imomidan dalil keltirasiz. Qilayotgan ishi noto'g'riligiga. Endi Luqmon o'g'illariga qarab ya bunayya deyaptilar. Bunayya so'zi arab tilida aslida kichkina bolacha degani. Ibnunni tasg'iri, ya'ni kichkina o'g'ilcha degani. Savol tug'iladi, nima? Endi bu Luqmon alayhisalom nasihat qilayotgan paytda o'g'li kichkinaginamidi? Agar kichkinagina bo'lsa, bu yerdagi shirk keltirma degan gaplar hali mukallaf bo'lmagan bolaga nima kerak hali u? Aslida tarbiyalanishi yoshligidan to'g'ri, tavhidda tarbiyalanish. Lekin aytdik, u yoshgina bola emas, katta bola edi. Hattoki kofir bo'lgan degan aksar ulamolar. Ammo Luqmon o'g'liga qarab, "Ey o'g'ilcham" deb kichkina ko'rinishda gapirgani u yoshligi uchun emas, unga rahm, shafqat va mehr erkalatish jihatidan shunaqa qilib gapirgan. Bu tasg'ir siyg'asi arab tilida har doim ham kichkina yoshdagi odamga emas, ba'zan katta yoshdagi odamga ham uni erkalatib mehr berish ma'nosida ishlatilaveradi. Maqsad o'sha chiroyli gaplar bilan farzandni tavhidga chaqirgan. Endi bunda farzandlar har xil bo'ladi. Aksar holda to'g'ri, yaxshi gap bilan ilondan chiqar deydi. Yaxshi gap bilan ko'p yomon odamlar aslida isloh bo'ladi. Lekin ba'zan buni ota-onalar o'zi farzandining holatiga qarab bilish kerak. Faqat yaxshi gap, mana shunaqangi o'g'ilcham, qizcham degan narsa uni buzadi ham. Bu hammaga tegishli gap emas. Ba'zan qattiqroq gap, qattiqqo'llik kerak. Uni farzanddan farzandga, oiladagi muhitga qarab hal qilish kerak. Hammaga bir xil siyosatda bo'lmaydi bu, ya'ni.
Shuning uchun ham Qur'onda mana odamlarga qarab payg'ambar alayhissalomga bashiron va nadiro sifati berildi. Hamma ham yaxshi gapga ko'nmas ekan, qattiqroq gap kerak ekan, shuning uchun bashirni yonida nazirlik sifati berilyapti. Ummat bilan payg'ambarning muomalasi bo'lsa bu, ota bilan bolaning muomalasi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ba'zi bolalarda bashirligingiz kifoya, uni erkalatish, sovg'a salom, chiroyli gap shu bilan yo'lingizga yurg'izib olasiz. Ba'zilarda esa unday emas. Bir og'iz qattiq gap uni to'g'rilab qo'yadi. Keyin aytdilar, la tushrik billah, Allohga shirk keltirmadilar. Mana pand nasihat birinchi o'rinda insonga aqida, e'tiqod o'rnatish bilan bo'lar ekan. Tavhidni o'rgatish bilan bo'lar ekan, shundan boshlayaptilar. Hozirda esa ko'rasiz, ko'pincha ota-onalar farzandiga eng birinchi huquq o'zini haqqi deb tanishtiradi. Men seni dunyoga keltirdim, men seni boqib qo'ydim, katta qildim, meni gapimdan chizgan chizig'imdan chiqmasliging kerak. Faqat men. Allohning haqqi ham esiga kelmaydi. Endi yaratgan egasini tanimagan farzand yoki yaratgan egasini haqqini ado qilishni o'rganmagan farzand maxluqni, ya'ni ota-onaning haqqini ado qilishni biladimi ertaga? Shuning uchun ham birinchi o'rinda o'zini haqqidan ham avval Allohning haqqini eslatyapti Luqmon alayhisalom o'g'liga. Agar Allohning haqqini ado qilishlikni bilsa, inson qolganlarning haqqini o'z-o'zidan ado qiladi. Lekin agar Allohning haqqini ado qilishni bilmasa, qolgan haqlarni batariqali zoya qiluvchi bo'ladi bu farzand. Shuning uchun ham bu narsa noto'g'ri. Bizda ko'p ota-onalar birinchi o'rinda o'zini haqqini qo'yib olib, men nima desam shu bo'ladi, men aytganimni qilasan deb olish. Birinchi o'rinda Allohning aytganini qil deyish kerak. Endi ko'pincha ota-onalar bahona qiladi, men tug'dim, men katta qildim deydi. Agar Alloh yaratib bermaganda tug'masding ham, katta ham qilmasding. Buni dalili qancha farzandsiz odamlar yuribdi, tug'ilgani ham yo'q, tarbiyalagani ham yo'q. Demak, Allohning haqqini birinchi o'ringa qo'yish kerak shundan. Keyin aytdilarki, inna shirka la zulmun azim. Albatta shirk u katta bir zulmdir dedilar. Ko'pincha bizda ana shunaqangi e'tiqodiy darslarda quruq rasmiyatchilik uslubida dars qilish bor. Yoki dars berganda ham mana ayollarga, farzandlarga tavhiddan dars o'tyapmiz deydi ko'p odamlar. Nima ekan tavhid o'zi desangiz, kufr shirk bo'ldi. Xo'p, shirk o'zi nima u? Shirkni mana qarang, Alloh Luqmon alayhisalom tildan keltiryapti, zulmga bog'lab tushuntirganlar. Bu degani dalilki, yana aytamiz o'sha gapni. Odamlarga faqatgina kufr, shirk va ridda degan gaplar bilan odamlar aqida egasi bo'lib qolmaydi. Yuzaki narsalar hammasi. Kufr va shirkni nima zarari bor? Dunyo oxiratga ana shuni tushuntirish kerak. Luqmon alayhisalom o'g'liga aqida o'rgatganda ana shuni tushuntirganlar. Chunki shirkni qarang, zulmga bog'layapti. Zulmni hamma tushunadi. Masalan, birov nohaq uryapti, so'kiyapti, haqqini yeyapti. Uni hamma biladi zulm nimaligini. Ana shunga o'xshash Allohning haqqida ham zulm bor deb tushuntirgan. Buki unga shirk keltirish. Balki eng katta shirk mana shu deyapti. Chunki birinchi o'rinda yaratgan egasiga zulm qilgan u odam. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, antaj'ala lillahi niddan va huwa xalaqak. Alloh seni yaratib turgan holatida sen unga shirk qilishing eng katta gunoh deganlar. Ikkinchi o'rinda mushrik o'ziga o'zi zulm qilgan. Chunki abadiy do'zaxda qoladi u mushrik bo'lib. Uchinchidan mushrik mu'minlarga zulm qiladi. Bir qozonda ikki kalla qaynamaydi degandek, bir yer yuzida mu'min bilan mushrik hech qachon tinchgina jamlanmaydi. Yo mu'min mushrikni yo'qotish kerak, yo mushrik mu'minga ozor berib uni yo'qotadi. Mana buni tasdig'ini bugungi kunda o'sha 21-asrda demokratik zamonda degan holatda ham ko'ryapsiz. Hindistonni qarang. Mushriklar Hindistondagi molparastlar molga sig'maydigan. Hech o'z holiga qo'ymaydi musulmonlarni. Xitoyda qarang. 21-asrda yashayapmiz desak ham, o'sha tarixdagi holatdan farqi yo'q. Mushriklar hech qachon Xitoydagi musulmonlarni o'z holiga qo'ymaydi. Demak, Alloh zulmun azim buni deganligidek,
Bu Allohning haqqiga, mushrik o'zining haqqiga, keyin mu'minlarning haqqiga zulm. To'rtinchidan butun olamga zulm. Shirk katta zulm deyilganiga sabab. Chunki mushrikni butun olamga balo keladi. Va butun olamga o'zi ozor beradi oxirat aqidasi bo'lmagandan keyin mushrikda. Buni ham mana shu Xitoylarda ko'rasiz. O'rmalagan jonivorni istagan kuyiga solib pishirib yeydi, butun tabiatga zulm qiladi. Shuning uchun ham zulmun azim deyilyapti, eng katta zulm. Hozir odamlarda davlatlardagi zulmlarni gapiriladi. Kimdir haqqini bermabdi, uyini buzib yuborishibdi, nohaq qamabdi. Lekin aksar odamlar shuni asl sababi bo'lgan aqida e'tiqod yo'qligini gapirmaydi. Eng katta zulmni Alloh haqqiga qilinayotgan narsalarni gapirmaydi. Uni ha shunga shunchami deydi. O'ziga agar ozroq zarar kelsa, katta bir jabrdiyda bo'lib chiqadi. Zulmun azim bo'ldi menga deb, Alloh haqqiga zulm qilganda esa shunga shunchami deydi. Asli seni haqqingga qilingan zulmni ham sababi o'sha ekan. Alloh haqqiga qilingan zulm. Shirk, kufr e'tiqodlar ya'ni. Mana shu oyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari tafsir qilib berganlar. An'om surasining 82-oyati tushgan paytda, bu Imom Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadis. An'om surasining 82-oyatida Alloh aytadi: "Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin." Iymon keltirib iymoniga zulm aralashtirmaganlar ana shular mu'minlardir degan ma'noda oyat tushgandan keyin sahobalar xafa bo'lib qolishgan. Chunki biz endi bu oyat ostiga kirmas ekanmiz. Iymon keltirgandan keyin qaysi birimiz zulm qilmagan deb xafa bo'lishgan. Hammada zulm bor deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, bu sizlar o'ylaganda emas, zulmning ma'nosi. Axir Luqmonni o'g'liga qilgan nasihatini eshitmaganmisizlar? Inna shirka la zulmun azim. Shirk eng katta zulm degan-ku. Shunga binoan An'om surasidagi 82-oyatda iymon keltirib iymoniga zulm aralashtirmagan deganning ma'nosi iymon keltirib iymoniga shirk aralashtirmagan deganini tafsir qilganlar. Zulmni shirk deb tafsir qilyaptilar. Bu ham nima uchun ekan? Odamlarga quruq shirk deyish bilan ularga bu narsa tushunilmaydi. Uni kimnidir haqqini yeyish bu degan ma'nolar bilan tushuntirib berish kerak. Bunga o'xshagan oyat Yunus surasining 106-oyatida ham keldi. "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan minaz zolimin." Sen Allohni qo'yib, senga foydasi ham, zarari ham yo'q narsaga duo qilma. Agar shunday qiladigan bo'lsang, sen zolimlardansan dedi. Siz kutasizki, fa in fa'alta fa innaka idan minal mushrikin desa kerak deb, to'g'rimi? Agar shunday qilsang mushriklardan bo'lasan desa kerak deb o'ylaysiz. Yo'q, Alloh aytayaptiki, zolimlardan bo'lasan deyapti. Bu yerda ham yana aytayapmiz, shunaqa ma'no bor. Odamlarga quruq atamalarni gapiraverish bilan ish bitmaydi. Mushrikin, murtaddin degan gaplar bilan. Zolim, fosiq deb jinoyatini ularga tushuntirib berish kerak.